darsimizni birgalikda bir ajoyib ta'lim o'yini o'tkazamiz. O'tirgan mavzulardan oddiy suvchi qo'shimchalarni o'tdiga biz siz bilan darsda. Shu oddiy suvchi qo'shimchalar mavzusidan ta'lim o'yini o'tkazamiz. Qanday qo'shimchalarimiz oddiy suvchi qo'shimchalarni qanday eslab olamiz? Qanday? Chila, qardosh, laqzor. Juda yaxshi. Mana shu o'tir qizim. Mana shu qo'shimchalarni qo'shgan holatda hozir sizga 5 ta guruhga ajratib 5 ta guruhga mana shu qog'ozlarni beraman. Bu qog'ozda tasvirlangan rasmlardan foydalanib siz oddiy yozuvchi qo'shimchalarni qo'shib yangi so'z hosil qilishingiz kerak bo'ladi. Tushunarlimi? 5 minut vaqt beradi. 5 minut vaqt ichida qani ko'ramiz qaysi guruh ko'proq so'z hosil qila olar ekan. Tushunarli bo'ldi? Tushunarli bo'lsa guruhlarga bo'lamiz va qog'ozlarni tarqataman. Xo'p, hamma o'quvchilarimiz, guruhlarimiz tayyor bo'lsa, unda vaqtimiz ketib boshladik. Ketdik. Qani tez-tez. Vaqtimiz chegaralangan bilasiz, bo'ldi. Hammamiz joy-joyimizga o'tirib olamiz. O'tirib olamiz. Bittadan har bitta guruhdan bittadan o'quvchi chiqadi. Qani? Yozgan so'zlarni tahlil qiladi. Qani? Xo'sh, eslilgan so'zlar haqida. Ketdik. Birinchi Shabnam o'qiydi. O'qi Shabnam. O'tinchi, traktorchi, daraxtzor, paxtakor, partadosh, sinfdosh. Nechta bo'ldi? 6 ta. 6 ta. Ketdik. Traktorchi, o'tinchi, daraxtzor, paxtakor, partadosh, tennischi, toshloq. Nechta bo'ldi? 7 ta. Yaxshi. O'tinchi, samolyotchi, daraxtzor, paxtazor, traktorchi. Yaxshi. Nechta? 5 ta. Zo'r. O'tinchi, samolyotchi, tennischi, paxtakor, toshloq. Nechta hammasi bo'lib? 6 ta. Traktorchi, o'tinchi, partadosh, daraxtzor, paxtakor, suvloq. Nechta bo'ldi jami? 6 ta. Demak, eng ko'piniki Ruxshonaniki, eng ko'p so'z ot yasovchi qo'shimchalardan demak so'zlarni hosil qilishgan yangi so'zlar. Demak, Ruxshonani guruh o'rnidan turadi. Qarsak chalib qo'yamiz o'quvchilarga. Yaxshi, zo'r. Hammangiz ham yaxshi chizgansiz, lekin bular eng ko'prog'ini so'zlarni hosil qilishgan.